Assalomu alaykum hurmatli YouTube'dagi podpisçilerimiz, Qo'shko'pir avtolider obunachilari. Xudo xolasa sizlarga egadan sotib berara Spark mashinamiz kelib turibdi. Mashinamizning yili 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Toza motormi, ko'ra motormi? Birlik motorda kraskasına keladigan bo'lsak, krel kapotunda kraska gördüm. Keyin arka krelimde gördüm. Xullas 20-30% yerinde kraska bor. Ustalarınızdan kelib ko'rsangiz bo'ladi. 3-chi pozitsiya 173.000 kilometr yurgan. Metan hamma narsalari tayyor Spark mashinamizda sizlarga Malibu barlar ham qo'yilgan ekan. Ishlari shunday holatda. 173.000 kilometr yurgan 2012-yil Sparkni sizlarga 56 million so'mga qo'yib beramiz. Xohlasangiz avtokredit qilinglar, xohlasangiz naqd pul olinglar. Xohlasangiz barter qilinglar. Kime kızık bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarimizni ekranda qoldiramiz. Gaplashib, egasi bilan pryamoy savdo qilasizlar. Hech qanday biza ustuna pul qo'ymaymiz. Pryamoy ega bilan savdo qilasizlar. Agar nodir foydalanishga to'g'ri keladigan bo'lsa, biza egadan o'zlarimiz olamiz. Bizlarni egamiz rozi qilib ketadi. Sizlardan bir so'm pul olmaymiz. Naq barter hamma vaj boxudo xolasa. Ketdi.